Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz sizlarga sezonsiz biznes bo'lgan, kuniga kerak bo'lsa $100 dan $1000 gacha daromad ko'radigan Gazablok biznesiga kelganmiz va buni asosiy biznesmenlardan biri Abus aka oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum Abus aka, yaxshimisiz? Abus aka, Gazablok haqida ozgina ma'lumotlar berib o'ting. Endi Gazablogimizga hozir 2025-yil trendga chiqib turgan ishlarimizda mana Gazablok bir dona g'ishimiz mana 17 000, 18 000, eng kam 17 000 bo'lyapti bir joyda. Bitta g'ishimizdan toza odam ishlatib, o'z quymasangiz ham, odam ishlatsangiz ham 5000 so'm daromad bor bir donasidan. Bir donasidan agar o'zim hammasini o'zim apparat olib o'zim quyib chiqaraman desangiz 50 foyda 100% chiqadi. Xohlasa. 50 top tepadan foyda qolaveradi. Bunga hozir nima-nimalar ketadi hozir? Vali, qo'shiladigan mahsulotlar. Endi bir dona g'ishimizni mana tushuntirib o'tkazsak, bir dona g'ishimiz o'zlari hisob kitob qolishadi. 10 kilo sement, 8 kilo qum, 110 litr suv, 2000 so'mlik ximikat ketadi. Bir donasiga 1700 so'm, 2000 so'm endi grob olyapmiz. 8000, 9000 lar atrofida. Bitta g'ishimiz 8000, 8500 so'mga tayyor bo'ladi. Pishig'ishlar hozir bundan ancha qimmatga tushadi. Bir donasi hozir bir dona g'ish mana 18000 bo'lganda ham 19 ta xom g'ish o'rnini bosadi, 19,5 ta. Ancha arzon ham tushadi, ancha sifatli ham. Standart pishigichi 19 ta o'rnini bosadi. Hozir mana endi bizga pol avtomat qilganmiz, polni michalkamiz bir joyda turgan qoliplarimiz aylanaveradi. Bir joyda. Bir joyda bor keladi. Reskamiz ham avtomat reska qilingan bu yerda. Komplekt o'zi qo'lda ruchnoga sotgan reskamiz bo'ladi. Ikkita qolib, michalga suv bochoy bo'ladi xolos. Hozir bizga katta 45 talik qilganmiz, boshida 30 talik qilgandik. Hozir ya'ni 15 ta qo'shib 45 ta qilib qo'yganmiz. Mana qolib, mana g'ishlarimiz ham ko'rib turgan bo'lsangiz mana kecha quyilgan g'ishlar hammasi. Pul quruq g'ishi o'zi yo'q. Mana mayda ozgina bor, selga qo'ygan. Kuniga 500 ta oshiq g'ish chiqadi, 600 taga yaqin g'ish turgani yo'q, bitta ham. Hozir Gazablokda kesadigan apparati ham bor. Xolaslar ruchnoyi ham bor, avtomati ham bor. Mana kesib bo'lgan holati o'zini reskalari bilan. Eng qizig'i aka buni razmerga qo'ysa bo'lar ekan. Xohlagan razmerga qo'yaverasiz. Mana quyilgan joyini olib boramiz, hozir quyishyapti. Quyiladigan eng qiziq joyini ham bitta olib o'tib ketamiz hozir. Quyiladigan holati. Mana. Bu apparat mana mishalkamizda 5 minut ketmaydi. Bir dona g'ish tayyorlagani, bor 5 minut ketganda ham mana 12 ta g'ish tayyor chiqadi, bir quyilganda. Akamiz ish jarayonida hozir tayyorlanish holati va quyilish jarayoni Gazablokda. Mana o'sha bu qolipimizdan bittasidan 12 ta dona g'ish chiqsa, o'sha yarim holati quyiladi, keyin ishib chiqadi o'zi. 3-4 sm atrofida ishib chiqadi. Ana shuni hisobiga, ichida g'avoylarning borligini hisobiga o'sha g'ish issiqda ham, sovuqda ham o'tkazmaydigan termo nima desa bo'ladi. Hozir bitta mana shu qolipini o'zidan nechta chiqadi Gazablok? Bir dona qolipdan 12 dona. 12 dona chiqadi. Hozir bunaqa qolipdan hozir bu joyimizda nechta bor? 45 ta bor. 45 tacha bor ekan. O'zlar ham hisob kitob qo'yaverasizlar, bir donasidan 5000 so'mdan qolganda ham bir kundan normalniy daromad qilsa bo'ladi. Bir оборот quyilsa o'zi 540 dona g'ish chiqadi. Bir оборот. Aka bu biznesni boshlash uchun hozir necha pul bilan boshlasa bo'ladi? Boshlash uchun $1,500, $1500 ketadi. Bu boshlagani mana. Boshlagan. Qolib, shablon arra mishalga suv bochoylarimiz vodiy bo'yicha dastlabkamiz besplatniy olib borib o'rnatib, quyishlashga o'rgatib beriladi. Hamma yo'qni o'rgatib beriladi. Keyin mana o'sha qolib qo'shadi bo'ldi. Boshqa narsadan qo'shish shart emas umuman. Qolgan narsalar mana 45 ta qolibga yetkazib beradi. Bitta mishalga suv bochoy. Akalar, bu biznesni boshlayman desalarni sezonsiz biznes bo'ladi. Akamizni, Abbos akamizning nomerlarini pastda qoldiramiz, telefon qilib, mana shu biznesni boshlashlaring mumkin. $100 dan $1000 gacha daromad qilsangiz bo'ladi. Abbos aka nomeringizni pastda qoldiramiz. Sizga aloqaga chiqishaveradi. Bitirib, xudo xolasa chiroyli qilib ishga tushirib beramiz. Hammasi mana quyildi, hozir g'ishimiz mana, qarang. Mana shuni ham bir ko'rsatib qo'ydik. Yana yarim holatda quyilgan bo'lsa g'ishimiz mana undan oldingi quyilgan g'ish mana ko'tariladi. O'sha ko'tarilib ish tayyor bo'ldi. Salafan yopib qo'yilishi nimaga endi bu? Salafan endi nima desa bo'ladi? Tezroq tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lish uchun. Issig'i ketmaydi, tezroq qotib, tezroq aylanaveradi g'ishlar. Bir kunda qolib 2 marta xotirjam quysa bo'laveradi.
Endi ulgayman degan odam 2 marta quyadi. Hozir aynan Abitgacha mana ertaman quyilgan qishlar mana kesib tayyor qilib qo'yilgan quritishga. Mana. tayyor Mana holat. avtomat riskida mana. Kesilgan. Mana silliq kesib qo'yilgan. Silliqligi. Atxot chiqadi ikki tomondan ozginadan. Lekin atxotni Ashuni ham hisobiga ishlatsa olsa 60 bo'ladi. razmer to'shni qilib chiqarib beradi g'ish. Gazablok va penablokni ishlab chiqarish joyiga kelganmiz mana. Xudo xolasa akalar, men foyda uzda adminaman. Hozir Abbos akaning vaqti bo'lmadi, o'zim gapirib beryapman. Xo'p, do'stlar, mana shu ko'rib turganlar hali komplekt apparatimiz bo'ladi. Undan tashqari akalarimiz yangilik qilgan. Qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, 1,5 ming dollarga o'zini bachoga, ya'ni 1 tonnalik bo'ladi. Undan tashqari ikkita mana bunday qolipi, bonus tariqasida reskasi bo'ladi. Hozir reskasi sotilib ketdi. Ruchnoy reska bo'ladi. Yangiligimizga ahamiyat berib qo'yasizlar, do'stlar. 3 v 1, ya'ni 3 tasi bitta biznes bo'ladi. Qaranglar. Batta hozir gazabolok biznes bo'ladi. Undan tashqari pena blok biznesi, ya'ni qo'shimchasiga tomga pena sotish biznesi bo'ladi. Xo'p, komplektining narxi 1700 dollar. 3 ta biznes qilsangiz bo'laveradi. Xolasangiz tomga suvoq qilinsa, undan tashqari pena qo'ysa bo'ladi. Buni zavodskiy reskasi ahamiyat bersanlar, ichida bo'ladi. Shunda qo'ysan ham mana bunday holatda chiqadi. Xuddi shu qolipimizda shunimiz chiqqan bo'ladi. Ya'ni bu mini biznescha bo'ladi. 3 tasi bitta narxi 1700 dollar. O'zbekiston bilan dastavka ustonovga o'rgatib berish mutlaqo bepul bo'ladi. Legendarniy biznesimiz bor, o'sha ya'ni pena blok biznes bo'ladi. Alohida sotiladigan narsalar xolasan ham qolipi, gazablokda ham qolipi, hamma narsasi alohida sotiladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, 8 dollardan boshlab turib 1000-1100 dollargacha bo'ladi. Yevro qolip, har xil qoliplar bo'ladi. Bularda O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul o'rgatib berisham. Xo'p, sexlariga keladigan bo'lsak, aytganimizdek do'stlar, hamma narsasini alohida qilib berishadi. Bitta ish jarayoni ketyapti. O'sha hammasi sotilyapti. Pena blok biznes o'ldi deganlarga 5000 ta pena blok chiqarib berishgan, tayyor qilib, egasi tayyor buni ham. Hozir quritgani qo'yib berishgan. Pena blokda ham qilsalar ham bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, mana shu alohida pena blok apparati, mini gazablok apparatimiz qoliplari bo'ladi. Alohidadan sotilaveradi. 1 tonna, 2 tonna alohida bachoylari ham sotilaveradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, o'sha turgan Abbos akaning nomerlarini pastda qoldirdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.